Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana bir juda ham foydali dars bo'ladi. Iltimos, boshidan oxirigacha ko'ringlar. Topik. Sal murakkab topik, lekin shunga qaramasdan talaba 6 essay yozgan. Bugun yana tushunib olasan nimaga ko'pchilik writingdan 6 oladi. Xo'p, ko'p gapirib o'tirmoqchi emasman. Topikka qaraymiz. Nowadays, the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of relationships people make? This is the first question. Demak, bu birinchi savol. Hushyor bo'lib, bitta double question type bo'lyapti. Ya'ni ikkita savol kelyapti. Ikkalasiga javob berishimiz kerak. Demak, birinchi savolimiz: in what ways technology affected the types of relationships? Types of relationships people make. Birinchi savol. Ikkinchisi, has this become a positive or negative development? Tushunarli demak, savol tushundinglar. Qanday qilib? Ya'ni qanchalik? Ya'ni insonlar misol uchun relationshiplar bor-ku, misol uchun professional ish joyida yoki akademik aytaylik maktabda yoki universitetda, ko'chada social relationshiplar, friendship, xullas shunga o'xshagan relationshiplarda turlariga demak qanchalik ta'sir qilyapti? Misol uchun siz o'rtog'ingiz bilan agar ishxonada ishlasangiz, kollektivingiz bilan отношениyangiz qanaqa, munosabatingiz, bunga texnologiya qanaqa ta'sir qilyapti? Yaxshi tarafgami yoki yomon tarafgami? Va keyingi savol, has this become a positive or negative development? Ya'ni bu positive developmentmi yoki negative development? Introductiondan boshlaymiz. In these days, technology has already affected the way people get in touch with each other. Amazing. Has already shart emas. Demak, birinchi o'rinda essay 6 oladi. Nimagaligini hozir tushuntiraman, bilib olasizlar. Xo'p. Bitta qaraganda essayda demak chiroyli paragraflarga bo'lingan. Bu dahshat. Bu kamida 5 oladi, ya'ni 5 plus. Coherence and cohesionga CC ga 5+ oladi. Introductiondan boshlaydigan bo'lsak, topikni introduce qilyapti talaba, ya'ni paraphrase qilyapti. Undan keyin gives a clear opinion. Technology is positive yoki negativligini aytyapti. Amazing. Mentions the two main ideas: family communication and online friendships, which match the body paragraphs. Ya'ni body paragraflarda xuddi shu narsalarni yoritgan. Amazing. Coherence and cohesion zo'r ketyapti. Xo'p, oxirigacha o'qiylik-da. Including through the internet. And this invention has brought countless advantages to people's lives, such as allowing them to communicate with their families from any distance via video calls, and they can make new friends online who have the same interests as them while playing video games. Ya'ni ikkita sabab beryapti bitta bola. Family birinchi o'rinda. Family aytyapti, ikkinchi o'rinda online friends. Make new friends online. Birinchi yaxshi tarafi idea va ikkinchi idea. Demak, ko'rinib turibdiki, advantage'lar olib kelyapti. Hop, bu degani uje positive degani. Amazing. Topicni paraphrase qilyapti. Introduction is cool. Zo'r, yomon emas. Endi problemalarga o'tadigan bo'lsak, nimaga 6? Xo'p, hammasi zo'r ekan, Mr. Baha. Nimaga 6? Birinchi o'rinda incorrect opening. Nima degani bu desanglar? In these days bu sal unnatural, awkward phrasing hisoblanadi. Undan ko'ra these days bo'lish kerak edi. These days technology ketdi yo'q. Endi keyingi eng katta yomon narsasi essayda. The sentence is far too long. Ko'rabsan, bitta paragrafda uje bir dona gap bor, xolos. Juda ham complex bo'lyapti do'stlar. Bu narsa coherence bilan cohesionga juda ham katta ball oladi va albatta natural bo'lmagani uchun force qilib, ya'ni grammatika readerga o'qishga xalaqit bergani uchun, tushunishga, ya'ni boshini o'qib oxiriga kelganda boshi esdan chiqib qoladi. Readerga difficulty yaratgani uchun bolani grammatikasiga ballni ovoradi va 6 ga tushadi. Tushunarlimi? End bilan urib ketyapti.
Xo'p, examinerlar process qilish kerak. Technology changed communication, internet advantages, family communication, video calls, online friends, video games, all before reaching the period. This hurts readability. Tushunasizlarmi? O'qib mana bularni tushunib, hazm qilib olish uchun grammatika shunga vaziyat, shunga imkoniyat yaratib berish kerak. Bu juda ham kattaligi uchun ekzamni qiynalib esdan chiqib qolyapti. Tushunarlimi? Demak, readingga tushunishga xalaqit berdimmi? Tamom. Grammatikaga ball oladi va odatda bu 6. Ya'ni o'zi past darajadagi talabalar ko'pincha shu language show off qilgisi keladi, maqtangisi keladi. Grammatikani, vocabulary mana ko'rib qo'ydingda, force qilib unnatural tiqadida, ma'no qochib ketadi. Undan ko'ra ideyani o'ylash kerak, ideyani develop qilishda o'ylash kerak. 3-problema weak thesis. Weak thesis, ya'ni tezis degani o'zi aslida fikrlar. Mana bu yerda beryapti-yu, family memory, advantage deb. Xo'p, kandidat aytayapti, technology has brought countless advantages. Okay, but never clearly answers. Has this become a positive or negative development? Mana shu narsani aytmay, qani undan ko'ra sodda qilib, this is a positive development because. Bo'ldi, tamom do'stlar, u oddiy qilib yozib qo'ysa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Demak, o'zingizlarga ko'p muammo yaratasizlarda va natijada ustiga yana problema like 6. Tushunarligi? Demak, undan ko'ra gaplarni kamida bitta 3 ta gap bo'lishi kerak. 3 ta sentence bo'lishi kerak. 3 ga bo'lib turib, topikka bitta sentence topik uchun, paraphrase qilish uchun, ikkinchisi types of relationshipga qanchalik ta'sir qilyapti. Mana bunga 3-chi gap pozitivmi, negativmi? Bo'ldi. Yetib ortadi do'stlar. Xo'p, endi ba'di 2 o'tadigan bo'lsak, before demak ko'ramiz hozir. Before the internet, people used to send telegram letters to each other to communicate, but grammatika bomba, but since the internet was created, passive voice, people have been able to connect with their family members or friends anywhere in the world. Demak, bu yerda endi o'z-o'zidan 5.5 qo'yib bo'lmaydi bunga. Kamida grammatikaga 6 qo'yish kerak. Agar tepada introductionda xatolarni kamaytirganda edi, grammatikaga 6.5 urib qo'ysa ham 6, 7 ham urib qo'yish mumkin edi. Chunki mana bu yerda present perfect zo'r ketyapti, past simple passive bilan ketyapti. Вообще dahshat. Nowadays if sentence ketyapti. Endi bola birdaniga successful bo'lib ketdi. Bu paragraf вообще boshqacha. If people study overseas, they can easily make a video call with their parents or their friends. Amazing. Demak, types of relationships bitta parents hamda friends. Okay, not bad. Yaxshi taraflari band 6 nimaga? 6 yana has one clear topic, bitta clear topic bor. Relevant examplelar bor mana. Family members yoki friends. Logical progression from past to present. Pastdan presentga olib o'tyapti. Oldingi davrda gapirib turib, presentga bitta o'tyapti-da. Progression bor, lekin problemalar bor. Misol uchun birinchisi collocation bilan problem, telegram letters degan narsa umuman ingliz tilida bo'lmaydi. Telegrams and letters bo'ladi. Bular umuman adden narsalar. Ya'ni ko'p gapirib o'tirmoqchi emasman. Telegramda Google dan ko'rsanglar bo'ladi. Keyingisi to descriptive, ya'ni o'ta anaqa describe qilib olgan. Misol uchun explain qilyapti what people do. Odamlar nima qilishini explain qilib beryapti. Topic esdan chiqib qolgan. Qani bu yerda effect? Effect qani bu yerda? Ta'sir degan narsa umuman bu yerda kelmagan. Task response tushib ketadi endi essaga. Tushunyapsizlarmi? Explain qilish kerak why it matters. Communicate qilyapti online, distansiyani farqi yo'q ekan. Demak, xo'p, what effects? Qani effektlari bu yerda? Relationship become stronger? Yes. Emotional support increases. Emotional support increase qiladi. Shuni tiqib ketsa bo'lardi oraga. Distance matters less.
Ya'ni relationshiplar kuchayib ketyapti. Distance aloqasi bo'lmasa, xuddi shu narsani yana ham ochib berish kerak edi bola. Mana shunda 7+ ga o'tsa bo'ladi. Bu yerda nima qila olishini aytyapti. Xolos internet orqali o'qiladi, bu qiladi. Demak, connect qilishi mumkin. Lekin bu yerda qani? Stronger bo'lishi, emotional support increase bo'lishi, distance aloqasi yo'qligi. Example is too simple. This is only an example. It needs interpretation. Mana bu yerda example beryapti. If people overseasda o'qiydigan bo'lsa, video bemalol bir-biri bilan videoda ko'rib gaplashsa bo'ladi. Bu yerda analiz yo'q. Ya'ni bu yerda argument yo'q. Uni o'rniga misol uchun mana shu exampledan kelib chiqib yozsa bo'ladi. As a result, geographical distance no longer prevents families from maintaining close emotional bonds. deb turib, mana shuni ta'sirini video call qilsa, xo'p, bundan nima effekt bo'ladi? Buni foydasi nima yoki zarari nima? Mana shu yerda sal qo'shimcha argument, sal deeproq olib tushgan dedi bola. Grammatika, vokabular yetarli bo'lmasa ham, shuni aytib qo'yganda ham hozir 6.5 ga tortadi esse. Agar shu xatolar kamaytirib, argument ozgina chuqurroq argument qilib qo'ysangiz, as a result qilib qo'ysangiz har bitta paragrafingizda 6+. Juda ham sodda, 6.5 olmoqchi bo'lganlarga maslahatim shu. Xo'p. Endi 3-paragrafga o'tadigan bo'lsak, xo'p, nima deyapti? Young people also have, mana bu yerga qo'yib olamiz. Young people also have a great opportunity to make friends online when they are playing video games. Okay, when they play video games, they can add their teammates to their friends. Okay, qayta ketyapti. Video games. They can add their teammates to their friends list and they can chat anytime they want, even though they live in another country. As a result, they will be able to broaden their horizons through talking with their new friends who live overseas. Okay, paragraph 6. Yana 6 qo'yamiz bunga. Hop, band 6. Nimaga? Hozir ko'rib chiqamiz do'stlar. Hop, different main idea bor, ya'ni online friends. Relevant, okay, topikka aloqasi bor. Support his opinion. Opinionni support qilyapti. Chuqur bo'lmas. Sayoz, o'tda ham juda ham sayoz, lekin baribir support bor. O'shaning uchun 5.5 qo'yib bo'lmaydi bu essaga. Endi problemalar yana language bo'yicha ketyapti. Birinchi o'rinda repetition. Hop. Within one paragraph, the student or the candidate repeats, play video games. Online. Ha, bu yoq qolib ketibdi. Online. Video games, online. Friends. Bam. Okay. Demak, online bo'layotibdi. Undan keyin friends bo'layotibdi. Esseda ko'rgan bo'lsanglar, o'sha 4 qator gapda 3-4 marta friends, video games, zay bo'layotibdi. Several times this lowers the lexical resource score, ya'ni vocabularyga balni tushirib yuboradi. 6.5 olmoqchimisiz? Qiynalmasdan yarim soatdan kam vaqt sarflab 6.5 olmoqchimisiz? Menimcha 6.5 Garvardga ham yetadi writingga. Paraphrase qiling. Paraphrase qilish kerak. Gamers, young people, they, friends, shunaqa so'zlarni ishlatish kerak. Hozir ko'rib chiqamiz yana. Undan keyin generic language, o'ta ham IELTSda ko'p qaytariladigan so'z bu. So'zlar bor bu yerda. Misol uchun eshitilishi ajoyib eshitiladi. Lekin baribir psixikasi chiqib ketgan bunaqa so'zlarni IELTSda, ingliz tilida cliche deyiladi. Ya'ni qaytarilaverib, o'sha bolalar yodlab olgan narsani
Keyingisi great opportunity. Oh, come on, bro. IELTS-ish fraza bu. O'ta common frazalar. Bunga bal yo'q xullas. Ishlatganingizda wow demaydi hech kim buni. Hop, these are very common IELTS phrases, more natural expressionslar. Misol uchun nima desa bo'ladi unda? Hop, Mr. Baha bular anaqa ekan, o'ta ham common generic ekan. Okay, one of them is develop meaningful friendships. Making friends, develop friendships, meaningful friendships, form or maintain friendships. Friends da qaytarishni kerak yo'q. Friendships bo'ladi. Exchange cultural perspectives, build international connections. Xullas, albatta ChatGPT bilan o'tirish kerak do'stlar. O'tirish kerak ChatGPT bilan maza qilib, variantlar oqtarish kerak, so'rash kerak, qiziqish kerak. Xo'p, mana bu so'zni mana nima qaysi variantga almashtirsam bo'ladi? Albatta prompt bormanda, esdan chiqib qoldi do'stlar. ChatGPT bilan tekshirish bo'yicha xohlasalar o'shani oddiy baha Telegramda yozinglar menga. Xo'p, oddiy qo'shib yumshoq x bilan oddiy baha deb yozsanglar, men sizlarga o'sha prompt tashlab beraman. To'g'rilab olsanglar bo'ladi. Prompt 2 betlik prompt, o'shanda konkret detailed feedback beradi. Ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchisi, uchinchi xato bu yerda analysis is too shallow. Ingliz tilida so'z bor, bilasizlar. Shallow degan so'z bor. Buni antonimi deep. Ya'ni bola argumenti juda ham shallow, ya'ni sayoz. Okay, you say broaden their horizon, but how? Why? Qanday qilib explain qilish kerak bu yerda bola? Explain qilish kerak. For example, these friendships expose young people to yoki allow young people to experience different cultures and viewpoints, making them more open-minded degan so'zlarda mana yana qaytaraman. These friendships expose young people yoki allow young people to yoki enable young people to experience different cultures and viewpoints yoki perspectives, comma, making them more open-minded individuals. Deb mana paraphrase qilsam bo'ladi. Mana shuni kuchaytirish kerak. Broaden their horizon qanday qilib? U tushuntirish yo'q. O'shaning uchun bu 6 dan 7 ga sakramaydi. Hop, conclusionga keladigan bo'lsak, in conclusion, technology has, okay, amazing, present perfect, has changed the way people interact. Has changed. Oh, come on, man. You can use better words. For example, alter, yoki transform. Mana 7 ga sakrashdi. Juda sodda yo'li. 7 plus mana shu so'zlar, guys. Mana shu 7, kamida 7 yoki 8 dan yuqori bo'lgan so'zlar. Demak, alter yoki transform. Demak, technology has altered or transformed the way people interact with each other. Hop. Many people, okay, with each other. Okay, that's why it's 6. Especially through the internet. And it has brought many advantages. Okay, brought advantages. Amazing collocation. Demak, o'shaning uchun ham bunga 5.5 emas, 6 qo'ysa bo'ladi. These advantages amazing. Endi maqtab turdim. Uje mana yuvib ketdi. Maqtovdi. Advantage yana qaytaryapti. These advantages have a huge impact on maintaining our relationships with our families. Amazing. And creating new chances to make new friends from around the world. To make friends around the world. Okay, qani bu yerda online friends mana bu paragraf qani. Undan keyin family da aytyapti. Amazing. Mana bu yerda family bilan friends da aytdi. Qani bu yerda friends. Conclusion ham aniq 6. Summarizes the position yana qaytaryapti bu yerda, chunki positive qo'shildi. Introduction bilan conclusion bir-biriga haqiqatda mos kelyapti. Demak, okay, that's 6. Consistent with the essay, haqiqatda essay bilan consistent bir-biriga matching qilyapti. Ammo mostly repetition. The conclusion repeats ideas from the introduction almost word for word. Qarasanglar, videoda boshiga qaytib, shunday introductionda shunday so'zma-so'z olib, mayga joylab qo'ygan bola. Chiroyli qilib
copy qilib qo'ygan xolos. That's not a good idea. Huge impact deyapti. Huge impact o'tayam vague yoki too generic katta gapirib yuborishadi. Misol uchun oltin atrofidagi bolalar o'ta ham katta gapiradi. 7 plus specific bo'ladi. Tushunarlimi? Explain the impact briefly. Xo'p, qanaqa huge impact? Nimalar bo'lib ketdi? Bu narsalar yo'q umuman bu yerda. Demak, yana boshqatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, estimated band score introductionga 6, body paragraph 1 ga 6, body paragraph 2 ga 6, conclusionga 6. Demak, menimcha ko'rib chiqdinglar. Birla ko'rib chiqdik. I'm sorry guys. Essay nimaga 6 oladi? Endi buni 6.5 qilish uchun, 6.5 7 qilish uchun, xo'p, resultlarni berish kerak, sal develop qilish kerak. As a result turib develop qilib, ya'ni ham sal chuqurroq argument qilish kerak. Mana bu xatolarni kamaytirish kerak va undan keyin so'zlarni qaytarishni ham kamaytirsalar, bo'ldi, mana shu 7 bo'lib qoladi. 7 lar ko'proq o'sha grammatik xatolarni kamaytiradi, vocabularysi yana ham sal akkuratliroq bo'ladi, collocationdan sal-pal xabardor bo'ladi. Chunki 7 o'sha band criteriyaga qaraydigan bo'lsak, 7 da yozib qo'ygan some awareness of style degan so'z bor. Some awareness of style deb qo'ygan. Ya'ni style sal-pal biladi bola, sal-pal ingliz tilidan sal akkuratni yozish kerakligi haqida tushuncha bor. 6 da unaqa narsa yo'q. Language yeydi-da, xullas bir-biriga collocationlar, misol uchun sho'rva ichaman deydi. 7. Misol uchun 6 ni atrofidaglar, 5, 6 ni atrofidaglar sho'rva yeyman deyish mumkin. Mana oddiy misol sizlarga, tushunarlimi? Demak, language yana ham sal akkuratliroq qilsak bo'ladi. Shu essidan hozir 7 ga aylantirsa bo'ladi do'stlar. Bemalol bo'ladi. 7 ga qanday qilib desanglar, xo'p, shu xatolarni kamaytiramiz va mana bu yerlarda sal spesifikroq bo'lib, sal yana ham argumentlarni chuqurroq kiramiz. O'shanda 7 bo'ladi. Xudo xolisa keyingi darsga men 7 essay topishga harakat qilaman. O'sha birorta o'quvchimga aytaman, 7 ga yozgan essayni tashlaydi, tekshirib sizlar bilan nimaga bu imенно 7 degan narsani ko'rib chiqamiz. Agar dars tushunarli bo'lgan bo'lsa do'stlar, like bosish esdan chiqmasin, share with your friends. Albatta majburiy emas, agar kim umuman yoza olmayotgan bo'lsa yoki imtihoniga 2 hafta yoki 1 oy qolgan bo'lsa ham hali ham kechmas, writinglarni ancha improve qilsa bo'ladi. Uning uchun menda kurs bor, albatta. Bu majburiy emas. Bu videolar, darslar hammasi xudo xolasa tekin davom etadi. Faqat muammosi borlar bo'lsa, menga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zimni tayyor kursimni tavsiya berishim mumkin. But it's not like compulsory guys. Bemalol kursda davom ko'rib ketsanglar bo'laveradi. O'z odatda kursim unaqa ko'p reklama qilinmaydi. Просто tak menga shunaqa essaylar analiz qilish yoqadi, writingni tushuntirish yoqadi. O'shaning uchun umid qilamanki, darsim yoqdi. Darsda qanaqa muammolar bo'lsa do'stlar, ovozdami, sifatdami, tushuntirishdami, tez gapiryapmanmi yoki sekinmi, qanaqa muammo bo'lsa, iltimos kommentariyada yozishni esdan chiqarmanglar. Agar shu iltimosimgacha videoni ko'rib kelgan bo'lsanglar, ya'ni 23 daqiqadan ko'proq, demak qoyilman. Attentioninglar zo'r ekan, demak maqsad bor sizlarda. Writingni o'stirish uchun, demak sizlar menimcha 99% kandidatlardan ajrab turasizlar, chunki ko'pchilik уже 5 daqiqada tamom soviydi va o'tkazib yuboradi, chunki ularda уже Instagram, xullas shunga o'xshagan social media scrollingga addiction paydo bo'lgan, attention span degan narsa bor miyada, u doira o'sha parti miyani ancha shrunk, ya'ni qisqarib ketgan. Va yana bitta so'z yozib qo'yay sizlarga, shrink degan so'z bor, ya'ni qisqarish. Miyani razmeri misol uchun shrunk bo'ladi. Shrunk yuga aylantirsalar ham bo'ladi. Demak do'stlar, rahmat. Keyingi darslarda reading, listening ko'rib chiqaylikmi yoki ko'proq writingga urg'u beraymi? Shuni ham aytsanglar menga zo'r bo'lar. Do'stlar, hammaga rahmat. Umid qilamanki, bugungi darsim ancha manfaatli bo'ldi. Thank you very much. See you on the next episode.